Assalomu alaykum dunyodoshlar. Mana bugun Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Xo'p, 11-fevral haftani chorshanba kuni 2026-yil. Xo'p, bu yosh bolachalarga mana ishtonchalar ekan. Materiali vafli aka buni. Qancha deyapsiz buni? 8,5 ming. Oxirgi narxi 8,5 ming so'mdan ekan mana. Yosh bolachalarga ishtonchalar. Hammasini narxi bir xilmi? Ha. Ishtonchalarga narxi shunaqa. Xo'p, hammasini narxi bir xil ekan. Bu necha yoshga tushadi? 2 yosh, 3 yosh. 2 yosh, 3 yosh. Razmer shunaqami? 2 yosh, 3 yosh ekan. Hop, ichi qanaqa bo'lar ekan buni ichi? Bez nachos ichi. Bunisidan bormi? Hozir unisini ham ko'rsatamiz buni. Donaga ham sotyapsizmi? Donaga necha pul sotyapsiz? Donaga 9 ming so'mdan sotyapti-kan. Xohlagan nimasini olaveradi razmerda. Zo'r ekansiz. Yaxshi, unisini ham ko'rsatamiz mana. Bunisi-chi aka? 8 ming. 8 ming so'm pachka narxi. O'zi foyda qoladimi aka? Juda arzon-u. Tirikchilik qanday o'tar ekan deyman-da. Donaga necha pul bo'lariz? Donaga 9 ming. Donaga 9 ming so'm, pachkaga 8 ming so'm ekan. Bu necha yoshga tushadi? 3 yosh, 4 yosh. 3 yosh, 4 yosh ekan. Telefon nomeringiz nechi aka? Shu oluvchilar sizga telefon qiladi-da. Nomerlari 91lik 139 02 25. 25 ga telefon qilasizlar. Mana shu ishtonchalar kerak bo'lsa, yangitda ko'rsatdik-ku, mana ishtonchalar kerak bo'lsa ham shu nomerga telefon qilasizlar. Ko'ryapsizlar, mana juda arzon narxlar. Bu bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni bozor ertalab 6 da boshlanib, kunduzi 11 gacha bo'lyapti. Endi vaqtliroq kelsalaring, shu mana sizlar ko'rib turgan mana shu joylar sotuvchilar ko'p bo'ladi. Tanlab ma'qul kelganini olaverasizlar-da.